Eng ko'p uchraydigan savol aslida ota-onalar ham, undan tashqari o'quvchilar ham ko'p so'raydi mendan, qanaqa qilib farzandim yoki qanaqa qilib men inglizdan tez natija qilsam bo'ladi deyishadi. Siz IELTS 8 olgan 3 marta qanaqa maslahat berasiz menga ham? Judayam 100% chesta beradigan maslahatim bu individual kurslarga borish. Chunki oddiy gruppada o'qisangiz natija qilishingiz imkoniyati yoki possibilities ancha tushib ketib qoladi. Nimaga unaqa desangiz, chunki biz oddiy gruppalarda ko'proq holatda gruppani o'zlashtirishga e'tibor beradi, o'zingizni o'zlashtirishga emas. Aytmoqchi bo'lganim aytaylik, siz aqlli o'quvchisiz, lekin gruppangizda misol ikkita yaxshi bilmaydigan o'quvchilar borligi uchun butun gruppa orqaga ketib qolishi mumkin. Yoki siz yaxshi tushunmayapsiz mavzularni, lekin gruppa qolganlar yaxshi tushunsa, davom etib ketib qolaveradi. Siz qolib ketib qolasiz, mavzularni tushunmagan holda. Bu narsalarni gapirayotganim sababi o'zim individual kurslarim borligi uchun emas, chunki siz misol ko'rayotgan Toshkentda bo'lishi mumkin, Navoiyda bo'lishi mumkin, Namanganda bo'lishi mumkin, offline gruppalar kela olmaysiz, baribir Andijonda bo'lmasangiz. Gapirayotganim sabab bu oddiygina fakt bo'lgani sababli. Chunki o'zim ham oddiy o'quv markazlarida o'qitganman va ko'p talab bo'lgani sababli tez orada undan keyin individual kurslarga o'tganman.